Xullas, senga bitta misolimiz bor. Kitobimiz bo'yicha. Agarda misolda ishlab chiqadigan bo'lsang, 20 ming so'm pul mukofot beriladi. Bu. Ana. 1 minut davomida ishlab chiqishing kerak. Fermada 30 ta itlar soni va o'rdaklar soni bor. Oyoqlari, ikkalasini jami oyoqlari esa 84 ta. O'rdaklar soni nechta degan savol berilgan. Bu yerda ishlab ko'rchi o'zing. 1 minut vaqt ketdi desak, Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? Kim deb o'ylayapsiz meni? 1 minut vaqt ketdi, sen bemalol ishlab ko'raver. 23 dan? 23 ta. O'rdaklar soni 23 ta deyapsan, ha? 1 minut 0 sekund bo'ldi, lekin to'g'ri javob topa olmadi. To'g'ri ko'rasanmi? Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayini? Agar misol to'g'ri javobni topsang, 20 ming so'm beraman. Qara, 1 minut vaqt ketdi desak, hisoblab ko'rish mumkin. Qo'lingga ol, bemalol. Ha. 1 minut bo'ldi vaqt. Menga o'rdaklar soni nechtaligini aytishing kerak. 14 ta. 14 ta? Yomon yaqin kelding, lekin Xudoga soldim garatchi. sochda Beraka o'zim ukam bu. ko'rsam. Misol ishlaysan, agar to'g'ri javob topsang, 20 ming so'm pul beraman. Boshladik. Boshla. Ishlab boshla. 1 minut vaqt sening. 2 tam. Yo'q, yana o'ylab ko'r, 1 minut vaqting bor. 2 ta. A few moments later. 4 tam. Yo'q. 1 minut 10 sekund bo'ldi. Soat ham tamaddi vaqtiga yaqinlashib qolibdi. Hozir bizga yakuniy javobni aytishing kerak. Agarda javobing to'g'ri bo'lsa, pul mukofot beriladi. 8 ta. 8 ta? Yo'q, 8 ta. Xato. Men senga hozir ishlab beraman. Qolganlar izohlarda to'g'ri javobni yozib qoldiringizlar.